Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025 yil 25 oktyabr shanba sahar. Bugun men sizlarga yaqindan buyon jamiyatda yoki muhim medialarda shakllanayotgan sun'iy aqlga madda qilish tufayli pul muomala bozorida ko'p shakllanyotdi deydigan qarashni cho'rdab bir so'zlab beray deb o'yladim. Unda bo'lishi bizning qarindoshlarimizning ichida pul muomala bilimlarining ortishiga ergishib, o'zlari yashayotgan jamiyatlardagi iqtisodning aylanish qonuniyatlarini asosida tushunib, o'zininki yiqqan omonat pullarni hozirgi mavjud qulaylik bo'lgan applardan foydalanib, masalan, Robinhoodga o'xshash applardan foydalanib pay cheki setilayotgan ishlar bor. Men ba'zi shaxslarni o'qiman. Shunday bo'lganligi uchun shu xil qarindoshlarimizdanki bu gaplarni bir anglab qo'yishini umid qilib, shu temani cho'rdab so'zlab beray dedim. Aldı bilan men rasmiy tema ko'chishdim. Burun oldin qidimliq leksiyada xato so'zlab solgan bir nuqtani to'g'rilab o'tay dedim. İnsan biz ya xato so'zlab solamiz deb qo'ydi ekan odamlar. Ba'zi odam o'zining og'zidan chiqib ketgan gapni quloq tuymay qolgan ishlar bo'ldi. Xato so'zlab solibdimi? Ya'ni o'tgandagi men ko'rsatgan buyuklik kichiklik degan kitobimda yozgan men shuni. Telefonni kim ijod qilgan masalasida Alexander Graham Bell 1876 70-yillari Bostonda ijod qilgan deb. Men oldin qitimliq leksiyarimda uni Thomas Edison deb xato so'zlab solibman. Thomas Edisonning bir necha kashfiyotlari bor. Uning ichida birisi tok chiroq yoki lampochkalik chiroq. Telefon emas. Telefonni kashf qilgani, ijod qilgani Alexander Graham Bellga tabi buni to'g'rilab qo'ydim. Xo'sh, endi asosiy mazmunga kelay. Pul muomala bozorida ko'pik qanday chaqdi shakllanadi deganda, haddidan ziyoda pul muomala mulklarining bahosi haddidan ziyoda ortib ketganlikda. Qanday ortib ketganda deganda, mablag' soqchilar ma'lum bir xil mulk yoki aksiyaga haddidan ziyoda ishinib shu xil pay chekini setib olsak jiq pul topadi ekanmiz deb nurg'un odam shuni qo'llashib ketgan vaqtda bu yerda padi ta'siri bor. Ya'ni bir qism odamlar ma'lum ishni qilsa, boshqalar shu ishni qiladi, uning oqibatini o'ylashmaydi. Ma'lum odamlar ozgalga qiziqchilik qilib sakrab baqsa, boshqalarni ergishib ketadi. Men sakrasam putum sunib ketamdi, chiqolmay qolamdi demay. Chunki am sakrayotdi, keyin qolmaydi. Buni psixologiyada biz FOMO deb ataymiz, ya'ni fear of missing out. Quruq qolmaydi, qo'rqaydigan. Cho'qim mashinaning ichida bir narsa bor, azgalning quduqning ichida bir narsa bor deb. Amaliyotda uning ba'zilari o'ylamaylar. Azgalning sakrab tushganligi uchun nakavladi, qo'li sundi, puti sundi degan o'xshash. Biz harakat iqtisodshunosligida, behavioral economicsda bir iqtisodshunoslarning ashunaq kishilarningki harakat qilmishlarini kuzatib o'tirib, rasional iqtisodshunoslar, ya'ni idrakli iqtisodshunoslar, idrakchi iqtisodshunoslar tasavvur qilgan odamlar idrakli bo'ladi, foyda ziyanni, tatliq ochiqni o'lchab ish qiladi, tatliqni tanlaydi, ochiqni emas, foydani tanlaydi, ziyon emas deydigan qarashga qarshi ijtimoiy tajriba ishlash orqali o'zining ko'z qarashini dalillagan iqtisodshunos va shuningki bir qarashi bor. Ya'ni odamlar hamisha idrak bilan ish qilmaydi. Ba'zida muayyan vaqtdagi qizg'inlik bilan, tavakkalchilik bilan idraksizmi ish qilib qoladi deydigan. Yani ma'lum qani qiziqlik qilib soladi deydigan ishlar bilan. Shu nima uchun bo'lmakavatga erishdi bu iqtisodshunos. Endi meniki demoqchi bo'lganim, pul muomala bozorida ma'lum bir paylarning, mulklarning, aksiyalarning bahosi
ösəvəgəndən keyin nurgun adamlar ona məbləğ saldı. Neymiş ki ösüdü deganni o'ylamay. Onu bir qism pul muomala guruhi aşındaq pump and dump özləri setib edib, bunun bahasını götürüb, anadaki bir noktada çıkan vaxt nurgunlarını setib edib, paydalı başqa avamni yuqori bahada algan avamni ziyan uçurib otamdı. Onu mu sürüştü qılmaylam. O payının, o hay şirketinin piyi, neymiş ki bunun bahası ösüdü deganni o'ylamayla, nurgun adamlar şuna əgişib getdi deydi bu pul muomala bazarda bağ iş. Yani bu yerda kishilar ba'didan ziyada hayajonlanib ketib o'zini tutamay, bu ularning harakati tanlashi qimor xarakterini qolganligi uchun tushunmayli doğdiki bizning boyligini. Oxirida bu ko'pga aylanib ketgan vaqtda yana qumliqning ichiga saray salsa, uning tegi vuli yaxshi qo'pirilmagandan keyin, o'yilmagandan keyin o'rilib tushdi. Bu chaqda kim ziyon tortdi desa, shu xil mulkni aksiyani yuqori bahoda olgan odamlar ziyon tortdi. Bizning qarindoshlarimiz ichida pul muomala bozoriga mablag' soladigan, har xil kriptolarni olib qo'ygan qarindoshlarimiz bor, men bilmayman. Ziyon tortib qolmasligimiz uchun jumladan men sizlarga bu xil qarashni so'zlab beray deyman. So'zlash mendan, anglash, tushunish, andan keyin tadbir elish sizlardan. O'sha 25 yilning ichida Amerikaning iqtisodida ikki qatim ko'pik bo'ldi. Birinchisi 2000 yilning boshlarida bo'lgan internetni asos qilgan mazg'ab. Ya'ni shu vaqtda 2000 yillarning boshlarida mandaq bir idea o'tirib qo'ydi. Internet to'g'ri texnikasi dunyoni o'zgartirdi. To'g'ri texnikasidan paynab tijorat qilsak, nurg'un pul topamiz deb, nurg'un shirkatlar qurilib ketib, ularning IPO'lari, ya'ni Initial Public Offering, ya'ni xususiy shirkatdan ommaviy shirkatga aylanib, paychaklar bozorga solinib, texnik paylar bozorga solinib, az vaqtdan keyin nurg'unlar vayron bo'lib ketdi, nurg'un odam pulni yo'qotib qo'ydi shu joyda. Masalan, Pets.com deydigan bir shirkatmi shu vaqtda paychikini taqtibla $14 pay $14 setilib, shu vaqtning o'zida shu birinchi kunda $80 million yarab, keyin azroq zo'rayib, bir xil 9 oyning ichida vayron bo'lib ketgan. Nima desa, ular asosan shundoq kichik uy hayvonlarining Pets.com deydigan shirkat yemak ichmak shularga aloqador mahsulotlarni setib pul topamiz deb, ya'ni to'g'ri savdo qilish orqali pul topamiz deb. Ularning umumiy qarshi bundoq qarash, shu vaqtga qarash xato emas, ya'ni to'g'ri savdosi orqali pul tepish, bundan keyin yuzlanish degan. Lekin ularning o'zining bir modeli, tijorat modeli reallik uyg'un bo'lmaganligi uchun, ya'ni o chaqda global positioning system yo'q, ya'ni GPS yo'q. To'shaq qimmat to'xtab ketib, satgan narsalarni setib oluvchilarga yetkazib berguncha uning chiqimi ortib ketib, har qanday tijoratda restoran ochsami, kirim chiqimni qoplayolmasa vayron bo'ladigan gap. Shuning bilan o shirkat vayron bo'lgan. Hatto shu vaqtda bizning Massachusettsda Concord degan yerda Mother Nature deydigan bir shirkat qurilib, ya'ni to'g'ri orqali vitamin sotamiz deb, ular o'xshash sabab tufaylidan vayron bo'lib ketgan. Lekin Amazon hozir cho'ng Magnificent 7 deymiz, hashamatli yoki saltanatli 7 shirkatdan biriga aylandi. U o'xshash usul bilan tijorat qilgan, ya'ni to'g'ri orqali, ya'ni to'g'ri savdosi orqali bergan, taraqqiy qilgan. Demak, bu yerda vision, tasavvur, tijorat modeli reallik uyg'un bo'lish bu nihoyatda muhim degan gap. Xo'sh. Dal shu vaqtda 2000 yillarning boshlarida shunday nurg'un texnik shirkatlar vayron bo'lib ketgan. Jumladan men tunji qatim xizmatga kirgan sog'lomlik sohasidagi maslahatchilik shirkati vayron bo'lib ketgan. Sabab texnik shirkatlardan munosabati va bog'lanishliqi va ulardan ular bilan to'xtam tuzishgan. Texnik shirkatlar bizning kichik shirkatga pul berdi, ularning ma'lum mulozimligini qiladi. Kasal odamlarga dori yetkazib berdigan, ularning dorini vaqtida setib olishiga yordam berdigan. Shu to'xtam
pul beradigan texnik şirketleri vayron bo'lgandan keyin bizning shirkatning vayron bo'lib ketgan gap. Ya'ni boshda suv bo'lmasa, ko'lda suv bo'lmaydi deganga o'xshash. 2001-yili shu chog'da bir qatam shunaqa texnikalik, ya'ni internet dunyoni o'zgartirdi. Internet Xitoyni tor savdosi qilsak beyimiz degan qarash bilan ish boshlab vayron bo'lib ketgan nurg'un shirkatlar bor. Demak, shart-sharoit pishib yetilmagan degan gap. Hozir internet tor savdosi intayin rivojlanib ketdi. U chog'larda 25 yil burun GPS yo'q, Global Positioning System degan narsalar yo'q. To'sh shundaqa qulaysiz. GPS'lar maydonga kelib qilgandan keyin nurg'un tijorat fursatlari keldi. Shunami? Masalan, Airbnb deymiz, Uber deymiz, Lyft deymiz, DoorDash deymiz. Shunday nurg'un narsalar barliq kelib ketdi. Shu xil texnikalik taraqqiyot tufaylidan. Yani her bir yangi texnika barliq kelgan vaqtda konisini, koni iddini, koni yashash usulini, koni texnikani buzib tashlaydi degan gap. Shu 2000-yillarning boshlarida shu bir qatam bir ko'pik bo'lgan. Bilishimizcha 25 yil ichida. Ikkinchisi 2008-yili pul muomala krizisi yuz berdi. Yana bunday aytgan vaqtda öy ilish orqali boy bo'lish istaganidan ziyodi ish ketib kishilarning to'lash iqtidori bo'lmagan odamlar bankdan qarzilib banklarmi qarz oluvchininki to'lash iqtidorini imkoniyatini tekshirmayli beraverganlikdan laks, ya'ni nihoyatda oson beraverganlikdan bir odamlar bir o'ylashdan sirt yana ikkinchi, uchinchi o'yini qarz kelib oxirida bu Amerika degan shunday ma'lum vaqtda ishdan qolish mumkin odam. Şirket vayronlab ketsa, odamlarni ishdan bo'sh tutadi. Ma CEO te, ma muhim odam te demaydi, bo'sh tutadi. Anandan keyin bir qatimda xizmatdan qolgandan keyin u odamning xizmat salomatlik sug'urtasi tugaydi. Anandan keyin muqim maoshi yo'q. Unda qanday qildi? O olgan uylarning mortgajini to'layamasa, bank uni tatib olgan gap. Yoki tuvan bahada, yuqori baho olgan uyni tuvan bahada hisoblab ilib olgan gap. Shuning bilan adam ziyon tortgan gap. Shu vaqtda 2008-yildagi pul muomala krizisidan keyin ta'sirda cho'ngroq bo'lgan. Ya'ni banklar uy olamiz degan odamlarga pul qarz berib, undan u qarzni yana boshqa pul muomala institutlarga satgan gap. Qarzni satgan gap foyziga. Bu chaqda qarzni olgan, uning ikkilamchi aksiyalarni derivative deb qo'ydi. Ikkinchi mulklarni pul muomala mahsulotlarini hozirlab uni yana boshqalarga sotgan shunday ahvollar bo'lib ketib, hatto banklarmi vayron bo'lgan, madaniyat bankalarmi vayron bo'lib ketgan shu chog'da. Avtomobil sanoatimi krizga duch kelgan, ammo hukumat Obamaning vaqtida hukumat uni qutqizib oldi. Ya'ni Tariff Child Asset Relief Fund bir xatarasizlik qolgan, chatoq oldi qolgan mulklarni qutqizilish harakatida tegdakni qilib hukumat qutqizib oldi. Haqiqatan bozor prinsiplariga, iqtisodning bozor egaligining prinsiplariga asoslanganda vayron bo'lganini vayron bo'lish kerak. U sening o'zing tijoratdagi yetishsizligingdan deb, kamchiligingdan, noqobilligingdan deb vayron qilish kerak. Lekin unda nima ish qilganda ba'zi cho'ng sanoatlar bir jamiyatningki iqtisodiy umurtqasini tutib turdi. Şu an bir yerda bütün sap hukumat iqtisodga aralashmaydigan ish yo'q kapitalistik jamiyatlarda. Xo'sh. Endi bu 25 yilning ichida ikki qatim shunday ko'pik bo'ldi. Ko'pikning odamlarga akildigini, shunday ziyon bo'ldi. Bularni shaxsiylarga nisbatan aytdi, ig'ir ziyon bo'ldi-da. Endi ba'zi iqtisodshunoslar ogohlantirish beryapti. Sun'iy aqlga mablag' solish haddidan ziyod qizib ketdi. Bu sun'iy aqlga mablag' solgan cho'ng shirkatlarning qiymati bak ishib ketdi. Ko'pik shakllanadi, diqqat deb. Ba'zilar hatto deydiki, ko'pik allaqachon shakllanib bo'ldi deydi. Bu demakchi nima desa, qulonlardagi shirkatlarning paylarini setiltinglar degandan boshqa narsa emas. Ammo ba'zilar yana unda qaramayapti. Masalan, Bidenning vaqtida Bidenning iqtisodiy maslahatchilar o'mikining raisi bo'lgan Jared Bernstein bilan Ryan Cummings
degan, ya'ni shu vaqtdagi shu maslahatchilar komitetininki bir a'zosi bu ikkisi New York vaqti gazetiga bir maqola yozib, hozir signal, ogohlantirish, sun'iy aql ko'pikka yetib keldi deb bir maqola yozibdi New York vaqti gazetiga. Men shuni o'qib, shu sizlarga so'zlab qo'yay dedim. Bular deydiki, yana shu ikki qatimliq nimani so'zlab, ko'pikni, mazg'abni so'zlab, 2000-yilning boshlarida internet dunyoni, to'r savdosi dunyoni o'zgartirdi degan qarash xato emas. Shu vaqtda bir ko'pik bo'lgan, chunki odam haddidan ziyoda qizib ketib, o'zining nimani setilayotganligini tushunmay, haddidan ziyoda umid kutib ketib, bu texnik shirkatlari g'alaba qiladi deb jiq pulni selayotganlikdan oxirida ular mablag' soqchilarning kutgandek foyda berolmadi deydi. Mablag' soqchilarning kutgandek foyda berolmaganligi uchun vayron bo'lib ketgan. Andan keyin pul muomala kiristimi, tegtakni aytgan vaqtda mortgage backed securities andan keyin derivatives deb qo'ydi. 2008-yili shu uy setib olishlarga, setilish iqtidori bo'lgan odamlarga qarzlarni berib qo'yib, andan keyin u qarzni bergan banklar u xil qarzlarni yana boshqa pul muomala institutlarga setib, ochko'zlik bilan shundoq bir xalqni talofatga uchratgan, uning ta'siri xalqaro bo'lgan hamda AI va bo'lgan hozir ki qizg'inlik yoki havasni kuchayib ketyapti deb. Ya'ni 2022-yildan boshlab hozir qadar sun'iy aqlga aloqador nurg'un shirkatlar qurilib ketdi. Bu shirkatlarning ba'zilarining IPO'si yo'q. Masalan, OpenAI degan shirkatning Sam Altman, bunaqa Elon Musk'lar mablag' qo'shgan. Bularning paychigi yo'q dedi. IPO taqatgani yo'q. Ama xususiy shirkat, ama bularninki qurilganiga 10 yil bo'ldi, amma hozirgi bahasi dedi. Paychigini bozorga solmay turib bilan bularning bahasi $100 milliard, shirkatning qiymati $100 milliard yetib ketdi. Bu Amerikada dunyoviy mablag' silish banki bo'lgan Goldman Sachs 150 yil tarixi va Goldman Sachs'ning qiymatidanmi shunday ishib ketdi. Yani bu yerda kishilar har bir payning akildigan foydasini hozirning o'zida uni bilan hisoblashmay kelgusida cho'ng foyda akiladi deb to'la setib olib buning bahosini o'riltibyapti. Uning ustiga bu 7 Magnificent 7 deydigan bir cho'ng shirkatlar var. Bozor qiymati yuqori. Masalan, butun dunyoda nihoyat ta'siri kuchli Alphabet, yani Google, YouTube'ninki ana shirkati, Meta, Facebook'ning, Instagram'ning, WhatsApp'ning ana shirkati, Microsoft, yumshoq detal nim qildigan bu AI, yani sun'iy aqlga mablag' soldi bular. Ondan keyin Apple iPhone taqtilgan, Tesla elektronlik mashina, energiya, tabiiy quyosh energiyasi bilan ish qilamiz deydiganlar, mahsulot ishlab chiqaramiz deydiganlar Elon Musk'niki. Andan keyin Nvidia mikro o'zakcha, ya'ni qattiq detal ishlab chiqargan, mikrolik o'zakcha ishlab chiqaran bu shirkatlar. Bu shirkatlarninki shu SP500 indeks deb qo'yamiz ku. SP500 index, Standard & Poor's 500 deb qo'yamiz. Yani Amerikada eng cho'ng 500 shirkatning paylaridan tashkil topgan ko'rsatkich bu. Bularning ichida 7 shirkatninki egallagan ig'irligi yoki salmoqi zo'r. Bu deydiki, yaqindan bu yanqi shu 7 shirkatning paylarining o'sishida, shu SP500 ko'rsatkichning o'sishida bu 7 shirkatning umum qiymati SP500 ko'rsatkichning ichida 34% egallaydi deydi. Bularning shu bularning hammasi sun'iy aqlga munosabatli deydi. Hammasi sun'iy aqlga munosabatli deydi. Mana bularning peyi sun'iy aqlga mablag' silaverganlikdan bularning peyi ko'tarilib ketib, chunki odamlar bu ChatGPT, masalan OpenAI ChatGPT'ni barliq keltirdi. Hozir odamlar ishlatishga boshladi. Andan keyin oz kundan keyin odamlar xuddi Apple Almut telefonininki
har xil nusxalari chiqqandek 15, 16, 17 nusxalari chiqqandek odamlarni o'gitib olib ChatGPT'ni ishlatadigan OpenAI'ninki mahsulotlarini ishlatadigan odamlarning soni dunyo xarakteri olib kelsa, buning foydasi addi hisobsiz deb ma'qul qarg'alachi umidvorlik bilan haqli mablag' silyotidi. Bu bir ko'pikni paydo qilib o'tadi. Chunki OpenAI'ning deyishicha, ular har xil sonliq ma'lumot omborlarini, markazlarini qurib, andan keyin ularni tok bilan ta'minlab, andan keyin har xil qattiq detallarni setib olib, u tok bilan ta'minlab, u tok ta'minlagan tok qizib ketgan vaqtda saymonlar ularni so'yitish uchun nurg'un suvlarni ishlatib, andan keyin ba'zi bir AI'larni sun'iy aql mahsulotlarini ashada sinov qilishga nurg'un ish ketadi, 1 trillion pul ketadi debdi. Lekin bularning bu yilning ishida umuman yaratgan foydasi aran 13 milliard dollar bo'ldi. Bu hisob bu yerda toza aniq kelmaydi. Kishilardan ziyod umidvor bo'lib ketadi. Demak, mishada qarg'alachi qizg'inlik bor. Uning ustiga bu shirkatlar bir-birining mahsulotini ilyotadi. Masalan, Nvidia shu OpenAI'ga mikro o'zakchilarni berib, uning badaliga uningki ishga qismida bir qism pay huquqini oldi deydi. Nvidia yana boshqa shirkatlarga mashina qildi deydi. Microsoft boshqalarga o'zaro bir-biriga shu 7 shirkat o'zaro bir-birininki mahsulotlarini setib olib, bir-birining mahsulotlarini setib olib, shunda qimmatini ko'tarib boradi. Bu yerda biroz sunniylik va o'yin bor degan qarashni ilgari suribdi. Endi bu gaplarning qanchalik asosi bor, buni ko'ramiz. Andan keyin Harvardningki iqtisodshunasi Jason Forman degan kishining mo'ljallashicha, Amerikaningki oldingi yarim yilida 6 oyning ichida Amerika iqtisodining o'sishininki 92% sababi dal shu sun'iy aqlga aloqador bo'lgan talabning yuqorligidan deydi. Ya'ni sonliq ma'lumot markazlarini qurish, andan keyin mikro o'zakchini setib olish, yumshoq detal va shunga aloqador yumshoq detallarni setib olish, qattiq detallarni setib olish qatorliqlardan bo'lgan gap. Agar shu sun'iy aqlga mablag' selish bo'lmasa, Amerikaning iqtisodida bundaqcha ko'tarilish bo'lmaydi. SP 500 indeksning ko'tarilishiga sabab Nasdaq, ya'ni texnik shirkatlari markazlashgan Nasdaq indeksining ko'tarilishiga sabab mana sun'iy aqlga mablag' solganlikning sababidan. Andan keyin Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Robert Shillingning bir ko'rsatkichi bor. Bu ko'rsatkichi deydiki, agar ma'lum shirkatning PE u akagan foydadan bahosi masalan $1 foyda olish uchun haqlar $40 pul xarjlashga price to earnings ratio deb qo'ydi. $1 foyda uchun kishilar $40 pay ilishga rozi bo'lsa, bu xatarlik signal. Ya'ni bu yerda ko'p pul muomala bozorida ko'p shakllandi deydi. Nvidia'ning deydi. Nvidia'ning kishilar Nvidia shirkatining payini setilishi orqali $1 foyda ko'rish uchun uningga $55 to'lashga rozi hozir deydi. Demak, shunaq bo'lgan vaqtda Robert Shillingning indeksini PACE damdi ashunaq deydi. PACE deydigan shunaq bir indeks. Shu xil ko'rsatkichning hozir ko'rsatkich 40 dan ishib ketdi deydi. Demak, bu nimadan signal berdi degan vaqtda, bu agar shu xil o'lchamni asos qilsak, Amerikaning iqtisodi hozir sun'iy aql, ya'ni pul muomala bozori sun'iy aql sohasida ko'pikni shakllantirdi deganni tushuntirdi. Lekin hozir qarasak, bu quantum computing deymiz, quantum
hesaplash şirketlerinin payları, sünni akıl alakadar şirketlerinin yani tadqiqat ve terakkiyat bilen şug'ullanan şirketlerinin payları şu atamda olacak ya düşmey oturdu. İşi oturdu. Onda olgan vaqtda belkim köpük qarab ketib oturdu degan xulosa kelish mumkin. Qachon yuqori nuqtaga chiqadi bilmek tez. Zat qanchalik olgan vaqtda köpük shaklida onu bilmek tez. Şuna her halda mushundaq chaqda bak ochko'z bo'lib ketmaslik kerak kan deb o'yladim men. Ya'ni her bir şirketning shu sun'iy aqlga aloqador şirketlarning paylarini jiqilib olmasligidan asosidan olib qo'yish kerakkan. Onun ichida 6 kapitaning ichida birisi mo'llaqchida, birisi pokkada chiqishi mumkin. Masalan, 2000 yillarning boshlarida tor texnikasi internet dunyoni o'zgartirdi deb haqla nurg'un texnik şirketlarning paylarini elib ziyon tortgan, ammo Amazonnikining aqalni paydagan o'xshash. Shipirliq pulda Warren Buffett masalan ayni vaqtda Bitcoin aldamchilik degan, Trump uni aldamchilik degan. Hozir ham bizning qarshi o'zgardi. Bitcoin, Ethereum deganlar hozir deb qaraldi deydi. Dubbed as deb qo'ydi buni inglizcada. Jismsiz oltin, shaklsiz oltin, shaklsiz kumush deb qaraldi. Bu to'g'risida men birinchi so'zlab ketgandim. Kishilar doim g'am yeydi, nima deydi desa, kripto bozorda 4 trilyon dollardek mablag' silinib ketdi. Shu atrofda. Buningdimi köpük bor. Buning hech nimasi yo'q. Hech qanday narsani qilolmaydi. Bunun keyin ba'zi pullarning keyindi kim bor? Onimi bilmaymiz. Köpük bo'lmay nima, aldamchilik bo'lmay nima deydiganlar bor. Unda qarashdi qilinma. Ammo yani mush saada pul tepida tabadiganlar. Ularning hammasi köpük emas. Ularning ichida ba'zilarininki ishlatilish qiymati bor. Ishlatilish qiymati bor. Hozir shu nimani biz internetning 3 nusxasini dedik-ku. Biz birinchi nusxasi da torni HTTP deb birimlarni ko'rib o'yi qila oldik. Ikkinchi nusxasida tordan foydalanib aloqa tijorat qila olamiz, birimlarni tordan sotib olamiz. Uchinchi nusxasida shu shaxslar bevosita og'ich bilan sotuvchi bevosita aloqa qilgan o'ttirdagi bidik yoki vositachining hojat bo'lmaydigan, bizning uchurlarimizni uchinchi birisi bilmaydigan ashundaq bir shaklga keltirishga tirishyapti buni. Ya'ni blockchain technology, zanjirsimon bo'lak texnikasiningki taraqqiyoti shu narsalarga ep beryapti. Ya'ni pul muomalasi paychika bozorida ko'p shakllanadi. Burun bo'lgan, yana bo'ladi. Biroq qachon bo'lishini biz uqmaymiz. Kripto bozorida ko'pik bo'lamdi. Bo'lgan bo'lish mumkin, ammo hozirning o'zida yo'q. Şu hozirning o'zida bu bütün pul muomala bozoridagi tijoratlar fursat so'rasaymiz. Endi bizning boshqa yo'limiz bor. Ko'choq chiqib gazir puchoq, ammo Turkiyadagi aychechirga deb qo'ygan aychechirdagi setib pul topilmaydi. Dunyo o'zgarib ketdi. Onda bo'lgandan keyin o'zimiz bildigan yashayotgan jamiyatdagi bozorni tushunish, pul muomala bozorini tushunish, ba'zi narsalarni ep qo'yish. Odam degan mangu sumbatliq, güzel, qamlashgan, tetek, o'tkir turmaydi. Yillarning o'tishiga ergashib hamma narsa keyin chekinadigan gap. Yillarning o'tishiga ergashib balkim turmush tajribasi, aql, xarakter jihatda ustol yetilishi mumkin odam. Ammo jismoniy qobiliyat, jismoniy kuch, aqliy qobiliyat jihatda yillarning o'tishiga ergashib muayyan chekinishlarni bo'lmaydi, degil olmaydi. Shu kishilar cho'nglar keyingligiga, oxiratligiga tayyorlik qiladigan balchaqlari uchun ba'zi bir imkonlarni yaratadigan mas'uliyatchan Allah shunaqa ishlarning ko'yida bo'ladi. Shuna bular mayada 401k, 403b, yani 201k, 203b deydigan. Anan keyin IRA deydigan har xil pensiyalik pullarga pensiyalik pullar, pensiyaligi uchun mablag' sarf qo'yilgan ishlar bor. Bu to'g'risida men kanalimda so'zlab ketdim. Shuna har holda
Kallımız bək qızıb ketməsin, bək açqızıb ketmeyli. Karl Marx pul eyni vaqtda bu özü 19-cu əsrdə yaşayan adam. Pay çeki bazarını, pay çeklerini qanunla qıma degan, qanunlaşdırılıb, xalqlarni qiziqtirib qıma o'yinda deb. Meningcha o bək bir taraflama qarash bu. Agar pay cheki bozori, pul muomala bozor bo'lmaydigan bo'lsa, nurg'un texniklar, nurg'un shirkatlar, barliq kelmaydi, yangi mahsulotlar bo'lmaydi. Anandan keyin ba'zi yaxshilanishlar bo'lmaydi. O bək bir taraflama qarash. Shunaqdimi, bu bozorning yana muayyan qarang'u taraflari bor. Haddidan ziyoda ochqazib ketgandeklar ish chatoq chiqdi. Ya'ni shu gap az degan ko'paydi deydi. Qaynoq suv ichib qo'ysin, ko'ngling tinch deb hech qanday qishqa tabakkachilik qilmay o'tirsak bir ish bo'lmaydi. Har holda mushularni men ko'pchilikka deb qo'yay dedim. Ya'ni yig'inchoqlaganda sun'iy aql texnikasida haddidan qizib ketish bor hozir. Ko'p shakllanyapti. Meningcha sal burun. Ama shakllanamdi ehtimolligini aytib yuqori. Shakllanmaslik ehtimolligidan shakllanish ehtimolligini aytib yuqori. Qachon? Uni men birini demayman. Shunga azroq ap qo'ysak bo'ladi. Keyin qilib qolsak bo'lmaydi. Ya'ni favqulodda pek o'sib ketib qolsa, aplar deb qoldigan ish chiqadi. Lekin hammani do'q tikvasak bo'lmaydi. Ba'zilarning ko'rsatishda nima desa, ya'ni tuvan tanarxli ko'rsatkich fondini ap qo'ygan yaxshi deydi. Ya'ni ko'p qilashtirilgan. Nasdaq ko'rsatkichini emas, SPN 500 ko'rsatkichini ap qo'ygan yaxshi deydi. Chunki SPN 500 avval ko'rsatkich iqtisoddagi muhim 11 sohaga harakat qiladigan shirkatlarningki paylarini tashkil topgan. Nasdaq desa asosan yuqori texnika shirkatlarininki, high-tech shirkatlarining paylarini tashkil topgan. Agar texniklik bubble bo'lib ketib qolsa, texniklik yangilik var ama yangilik harakat qilib foyda kelmay qolib qolsa, Nasdaq ko'rsatkich paylarning tushishi intayin yuqorib ketadi, ziyon cho'ngib ketadi demakchi. Shunga yanlam malaqa pulning psixologiyasi degan kitobning avtori Morgan Housel degandek tuvan tanarxlik ko'rsatkich paylarni ap qo'ysak, menimcha yaxshi. Agar shaxs sifatida, agar biz pensiya pullarimizni foydaliga o'xshash Schwab o'xshash yoki bir necha maddaxchilik shirkatlariga havola qilib qo'ygan bo'lsak, maxsus azroq haq to'lab, shu sohadagi kasbiy xodimlar qilsak, u chaqda uni biz qo'lda qolmaymiz. Balkim deyalishimiz mumkin. Mandan narsalarga mablag' solmay, mandan sasang bo'lamdiki deb. Lekin ular o'zi bilganini qiladi. Agar Robinhood payini o'zimiz ilib sotgan ish bo'lsak, mau texnik paylarga, ya'ni sun'iy aqlli paylarga azroq chechib qo'ysak bo'ladi, bak chechivassak, bak chiqib qo'ysak, ya'ni bu muqadak demakchi. Ya'ni muayyan azroq xatar olsak bo'ladi, ammo keyin aromimizni buzdigan ishlar bo'lib qolmasin demakchi. Xo'sh, rahmat.